He. Bugün çamurlarma yiyelim o. Nereden taptınız bir tutam çabuk önemli. Çamurlar konaklarma yetip vereyim mi? Acayip kuvvet. Hay itana balam be hoşup gide şunu da babız ceventler men be umra. Xeyirgan beytip yaşat otaysiz ne? Makul. Bugün yenil taamlarımızga çamurdan zinnet birimiz. Bu konak un etilgen çamurlarmani qancha gerek italayman qancha gerek o'xshaydi bir numur qo'yib beramizlar azizlar. Çamgurni nimancha bola cho'ng bilsan demanglar. Kasallanib eng oxirgi bosqichga berib qolganimda çamgur, sabzi va gulqand bilan shifoliq topganman. Bugungi çamgurlarma uchun qo'yg'ichdan muvofiq miqdorda to'g'ri olib, sho'g'ildimi ko'proq to'g'ri oldim. Xohlash yetmagachga shu sho'g'ilni ko'proq qilib etdim. Çamgurni mana shunday ko'rsatilgandek nippiz holat yalpoqlab, nihoyat inchik sir holatda to'g'ri oldim. Shu xil holatda to'g'riganda shaklimi o'zgacha, ta'mim yaxshi chiqamdi nima? Bir chaqlarda ustamlarninki sir holati inchik to'g'rigan yangi qalamchisini yig'nining tushigini o'tkazganini ko'rgandim. Shunchaligirak inchik qilib to'g'rashqim xil bir ajr ketgan-ku. Mana shu ko'rsatilgan saylan chiroyli holat to'g'ri bo'lgandan keyin bularni tayyorlab oldim. Bugungi çamurlag'ma uchun zig'irma ishlatdim. Mayma ravris qizib olgandan keyin cho'ng-cho'ng go'shtlarni avval silib qizartib olib, ushshoq to'g'ralgan go'shtlarni keyindan silib yaxshi holatda qo'rib olgandan keyin shuning yanim mizlik pishishi uchun jang samsaqni go'shtning ustiga lam silib bir lam holatda obdan qo'rib oldim. Bularning bizlik edi tarig'andagi ustiga piyozni silib, piyoz qizarg'icha bir qo'rib olgandagi ustiga sho'xilni silib etdim. Sho'xilni mayga solgan chog'da men shu qiyam holatga yaxshi bir qo'rib olaman do'stlar. Mening keyinda sep qolsam sho'xilni azroq shiltaman, ammo bo'shroqlam qo'rayman. Sho'xlim qiyam holatga kelgach qo'rilgandan keyin ustiga sir qilib to'g'rib olgan bu chamburlarni silib, bularni yaxshi holatda obdan bir qo'rib olgandan keyin qalamcha holat qilib to'g'rib olgan lozlarni silib, bularni bir qo'rib olgandek ustiga muvofiq miqdorda suv quyib oldim. Sayning quyuq suyuqligini tangshab suyini bir qaynatib olgandan keyin lam keyinda qiyib qolgan saylardan palakni silib etib, palakni bir aralashtirib etib, tuz ta'min etib olib, sayni usib oldim do'stlar. Bu chamg'urda qo'rilgan suyim qanchalik o'xshaydi menmi bilmay qoldim. Sizlar deb biqinglarchi do'stlar xeyli o'xshagandek qilamdi. Shunday qilib mizlik yedin tartib birdan bilan pishib qoldi bu saymi. Achchiq, kuchlik ta'mlari ko'nib ketgan do'stlarim, bu ta'mni bir tetib ko'ringlarchi. Qo'noq uni lag'man bilan bek tavsiya qilaman, kuchlik tavsiya qilaman sizlarga. Bir yug'ur shu so'lni chiqarib ketmadim do'stlar. Qo'noq unini qaynoq suv bilan chalib olib, oqun yedirib tayyor qilib olgan bu xamirni yeyib oldim. Men odatda qo'noq un xamirini mushu xil holatda yeydi ekanman. Avval mushundoq cho'ng-cho'ng holatda kesib olib bilan oqun xamiri qaraganda bizga qiliroq yeyib bilan tayyor qilib olsak bo'ladi. Mana bu xamirlar shapir birdan bilan tayyor bo'ldi. Oqun xamiri qaraganda osonlam yaygan bo'ldi ekan buni. Yubdanning xamiri qaraganda bizga kengroq qilib kesib olib bularni. Bularning unlarini bir tushirib etgandan keyin pishirsak bo'ladi. 2-3 minut atrofida qaynatsak ham pishidi bu. Qaynoq suv selib olgandan keyin cho'plarni tushirishning kayni bilan 2 aralashtirib bilan bek aralashtirib etsak osonlam uzib ketadi ekan. Bu ashlarni nihoyat qolayla holatda birdan tayyor qilib olgan bo'ldim. Cho'plarni suzib sovuq suvdan bir o'tkazib o'tgandan keyin saylarni ko'proq silib iste'mol qilsak nihoyat yeyishlik bo'lgan bir vaqt tomoq tayyor bo'ldi mana. Çamurlarına pişti. O'xshabdi. Qo'noqlag'man degan chambur say bilan ajoyib moslashib ish qilib. Bu shayni ko'rgan do'stlarim, sizlarmi bu xil usulda bir